Rafinha Diaz Real Madrid klubiga qarshi o'yin oldidan o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. El Clasico bu har doim qiyin o'yin bo'ladi, lekin men o'ylaymanki, biz yana bir bor kuchimizni berib, eng ijobiy natijani qo'lga kiritishga tayyormiz deb aytib o'tdi 27 yoshli braziliyalik futbolchi. Real Madrid va Barselona muxlislari videoga like bosib, kanalga obuna bo'ling. Men esa davom etaman. Arda Güler Barselonaga qarshi o'yinni asosiy tarkibda boshlashi mumkin. Gap shundaki, Carlo Ancelotti La Liga 35-turida Arda Gülerga Barselonaga qarshi uchrashuvda imkoniyat berishni xohlamoqda. Turli manbalar tarqatayotgan xabarlarga ko'ra, Rodrigo Goes esa zaxirada qoldirilishi mumkin. Madridistlar bu haqda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Lamine Yamal faoliyatida qaysi stadionlarda o'ynash xohishi borligi haqida gapirdi. Men hali tashrif buyurmagan stadionlar soni anchagina, ayniqsa Yevropadan tashqarida. Yevropaning o'zida esa men o'ynashni xohlaydigan bir necha mashhur stadionlar bor. Bu stadionlar Old Trafford hamda Enfielddir deb aytib o'tdi 17 yoshli ispaniyalik futbolchi. Do'stlar, iltimos bir necha soniya vaqtingizni qizg'onmasdan hoziroq kanalga obuna bo'lib qo'ying, chunki 50 mingta obunachi bo'lishimiz kerak. Atletico Madrid futbolchisi Julian Alvarez Angliya Premyer Ligasiga qaytishi mumkin. Gap shundaki, Liverpool klubi argentinalik futbolchining transferini amalga oshirish uchun hamma narsaga tayyor. Xabarlarga ko'ra, qizillar rahbariyati Alvarezga Darwin Nunesga o'rinbosar sifatida qaramoqda. Ma'lumot uchun, 27 yoshli argentinalik futbolchi joriy mavsum barcha musobaqalarda Madrid klubi safida 51 ta o'yin o'tkazib, 27 ta gol urdi va 5 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Oltin to'p 2025 mukofoti uchun nomzodlar ro'yxati o'zgardi. Endilikda 3-o'rin Rafinha Diazga tegishli bo'lmoqda. 2-o'rinni Lamine Yamal egallagan. 1-o'ringa esa endilikda Paris Saint-Germain futbolchisi Ousmane Dembele ko'tarildi. Do'stlar, ushbu yangilik haqida o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. O'tgan video yashirin futbolchisi albatta Jordi Alba. Ekranlaringizda esa birinchilardan bo'lib to'g'ri javobni bergan do'stlarimizning kommentlari. Bugungi video yashirin futbolchisi mana bu javoblaringizni yozib qoldiring. Kanalga obuna bo'lishni unutmang, chunki 50 mingta obunachi bo'lishimiz kerak. Obuna bo'lgan barchaga katta rahmat. Tomosha uchun esa alohida rahmat do'stlar.